yaxshi bola edi. To'xta. Bu nima? Bunaqasi bo'lmaydi. Bu nimasi? Hech ko'rmaganman. Bolam, kechir meni. Bolam seni o'z tilim bilan o'ldirdimi? Kechir meni. Aziz onalar, farzandingizni tarbiya qiling, lekin aslo qarg'amang. Ularni ko'proq duo qiling. Zero onaning duosi ham, qarg'ishi ham Allohning huzurida ijobatdir. Tilingizdan faqat yaxshilik chiqsin, toki pushaymonlik o'tida yonmang.